Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga juda ham foydali video bo'ladi. Oldin Samsung o'tkazish videosini oldik. Eski telefondan yangi telefonga dannelarni o'tkazish, endi eski iPhone'dan yangi iPhone'ga dannelarni o'tkazish. Bu usul hamma iPhone'da ishlatsa bo'ladi. 12 dan 12 ga o'tkazsanglar ham bo'ladi, 13 dan 12 ga o'tkazsanglar ham bo'ladi, 12 dan 13 ga o'tkazsanglar bo'ladi. Faqat versiya sifatida bo'lishi kerak. Qani bo'lmasa ketdi. Bizning telefonlar kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hamma yangi telefonlar qo'yib boramiz. Mana iPhone 8 da qo'yib borganmiz narxlarini. iPhone boshqa 11 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro Max hammasini qo'yib boramiz. Aktualniy narxlar, eng arzon narxlarni bizning Telegram kanalimizda ko'rib borsanglar bo'ladi. O'tib obuna bo'linglar. Aytgancha o'zimning kanalimni ham unutmanglar. Technodroid.uz kanalim bor. Yangiliklarni tashlab boramiz. Hamma yangi mana shu yerda yozib borgan zo'r kontent chiqadi deb. Shu hozirgi videoda mana yangi fishkalar, narxlar, hamma narsa bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatib boringlar. Kommentariyada linklarni qoldiraman. Shuning uchun bizga mana iPhone 8 oldik. Eski model iPhone 12 Pro. Ushbu iPhone 8imizda mana ko'p turganidek o'yinlar bor, Shadow Fight, Instagram, qaranglar, mashinalarning hammasini mana ring сообщениyalar yozib qo'ydik. Kontaktlar qoldirdik. Danni sezilishi uchun pametda rasmlarimiz ham bor mana. Shularning hammasini mana 12 Pro ga o'tkazamiz. Birinchi o'rinda bizning o'tkazayotgan telefonimiz, ya'ni qabul qiluvchi telefonning versiyasi yuqori bo'lishi kerak. Ushbu iPhone 12 Pro imizda versiyasi iOS 18.3.1 versiya. Ushbu telefonimizda iOS 16 versiya. iOS 18.3 versiya bo'lganda ham o'tkazsa bo'lardi. Mana shu qabul qiluvchi versiya telefon versiyasi salga katta bo'lsa bo'ldi. Agar kichkina bo'lsa o'tkaza olmaysizlar, versiyani ko'tarish kerak bo'ladi. Xo'sh, narsani o'tkazish uchun 12 Pro imizga sibros beramiz hozir. Kiramiz. Sibros beramiz. Xullas mana 12 Pro imiz yondi, sibros berdik. Endi dannelarni bunga o'tkazamiz. Bitta narsani eslatib o'tmoqchiman, hamma danne o'tadi, даже aboyingiz ham o'tadi. Mana ustiga aboyiga mana telefon, mana rasm qo'yib qo'yamiz. Mana sizlarga ko'rishingiz uchun mana aboyiga hozir boshqa rasm qo'yib qo'yaman. O'shangacha o'tadi, ringtongacha hamma narsa o'tadi. Telegram akkauntdan boshqa. Готово? Bo'ldi. Aboy qo'ydik. Endi mana telefonni yaqin qo'yamiz, Bluetooth yoqib qo'yamiz, kerak bo'ladi Bluetooth. Mana bunda ko'taramiz. Mana momentda hozir mana chiqib keladi mana bunaqa narsa. Продолжить bosamiz. Tegib ketmaymiz. Mana dumaloq narsani skaner qilish kerak bo'ladi. Mana skaner qildik. Skaner qilganimizdan keyin hozir keyingi etapga o'tamiz. Ya'ni o'sha aktivatsiya, telefon aktivatsiya qilinadi, hamma danne o'tadi telefondan telefonga. Hozir mana настроить для себя, ya'ni o'zimiz uchun настройка qilish degani. Hozir mana aktivatsiya bo'lyapti telefonimizda. Wi-Fi ga o'zi avtomatik ulandi, biz ulamadik. Men ulangan Wi-Fi ga sразу ulanib ketadi. Narsa o'tkazayotganda. iCloud hammadan o'tadi. 12 Pro iPhone 8. Ulan telefonimiz aktivatsiya bo'ldi. Aktivatsiya ko'p 3 minut vaqt oladi. Mana продолжить. Kod parol shart emas bizga. Mana перенос chiqdi. Dannelar qanchaligiga qarab перенос o'shancha vaqt oladi. Hozir bizda где-то 5-10 minut, даже 5-10 minutga ham bormaydi, 2-3 minut ham olishi mumkin. Dannemiz juda ham kam telefonimizda. Hammasini bir-ikkiga qilib beradi. Mana iCloud parolinglarni kiritish so'raydi. Agar telefon ustida
kod bo'lsa, iCloud parolni so'ramaydi. Agar kod bo'lmasa, iCloud parolni so'raydi. Hozir buni biz terib olamiz. Mana terdik. Mana bu bo'ldi. Bosamiz, продолжить bosamiz. Mana перенос boshlandi. Hozir hamma narsa o'tib bo'ladi. 1 minut ko'rsatyapti mana. Telefon o'chib yonadi, hamma narsa o'tib bo'ladi. O'chib yondi, telefonimiz hozir yonadi. Hamma narsa o'tib bo'ladi. Mana telefonimiz yondi. Восстановление завершено. Yon narsalar o'tib bo'ldi deyapti. Продолжить, настроить позже, не использовать, не использовать. Kutamiz, hozir telefonimiz yonadi. Hammadan tekshirib beraman. Hammasi o'tgan bo'ladi. Rington, pington, aboyigacha o'tgan bo'ladi. Bo'ldi, mana aktivatsiya bo'ldi. Добро пожаловать. Ko'rsanglar bo'ladi, mana aboyigacha o'tgan telefonimizga. Mana anaqagacha ham o'tgan, kontaktlar ham hammasi o'tgan, ko'rayotganinglarda. Kontakt, SMSlar ham o'tgan. Endi hali SMSlarni ochib olmadi telefonimizni, qanaqani ham ochib olmadi, galereyani. Mana Shadow Fightgacha ham o'tgan, Instagramgacha ham o'tgan, hamma narsa o'tadi bu yo'l orqali. Mana iCloudlarimiz ham o'tgan. Ko'rib turganingizdek, hamma narsa o'tgan. Shu yo'l orqali hamma narsalarni tiqsanglar bo'ladi iPhonedan iPhonega. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.